Nima dedim sizlarga? O shahrida eng chiroyli xonadonni o'zim olaman degandim-mi? Mana sizlarga agar ushbu chiroyli xonadonim kiminglarga kerak bo'lsa, videoni kuzatib turinglar do'stlarim. O'ylaymanki sizlarga ham yoqdi, chunki men o'zimga ham yoqdi. Eshik misallarda dam olib o'tiradigan skameykalarimiz, eshik misallarda qaranglar, suvlarimiz oqishni do'stlar. Grantlarda suvlarimiz serob. Xudo xolasa mana. Ha, kennilar xolos gilom yonman desanglar, bu narsalar qilaman desanglar suvlarimiz bor. Va bu o'zingizlar ko'rib turgandek yopiq robotxonamiz. Va bu remontlarga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli, juda ham bir o'zgacha dizaynlarda qilingan, didli insonlarni xonadon ekan. Va hattoki uyimiz ichlarida mana bunday xonadonlarga ko'rk qo'shib turuvchi bunaqa daraxtlarimiz ham bor ekan. Va bu yerdan kirsanglar, mana bu uyimizda podvali bor ekan, ya'ni har bir xonadonga podval kerak. Chap qo'limizda kuxnyamiz va yana bitta xonamiz bor ekan. Do'stlar, pechkalarimiz bor ekan, ya'ni buvalarimiz o'tiradigan xona. Va uyimizga kirganimizda mana burchagimizda hojatxonamiz va mana agarotni yaxshi ko'ruvchi aka-opalarimizga mana agarotlarimiz bor. Mana bu yerda zapaska suvlarimiz ham bor ekan, bochkalarimiz, meva daraxtlarimiz va mana bu yerda esa kladopkamiz do'stlarim. Ha. Bu yerda kladopkamiz bor. Endi keling aka. Bu yerimiz esa, banya sanuzil do'stlar. Mana Ariston deysizlarmi, nima kerak? Xudo xolasa hammasi bor. Va mana bu yerda choy ichib, kofe ichib, maslahat qilib, biznes planlarda o'tiradigan joyimiz bor ekan. Va mana bu yerimiz hojatxona ekan. Do'stlar, mana bu yerdan kirsa ham bo'ladigan bu kuxnyamizga, mana yo'q bering. Mana kuxnyamiz, kuxinnilar, xullas suv svetlarimiz kirgan va hozirgi hojatxonadan kirsanglar ham bo'laveradigan. Va bu yerimiz esa o'choqxonamiz. Mana o'choqlarimiz bor, vытяжкаlarimiz qilingan, gaz plita, xullas hammasi bor va brushatkalar bosilgan. Va tevalar bersak yopiq ekan, qarang mana, yong'inlar tushmaydigan holatda. Endi do'stlarim, kelinglar chiqaring, bu uyimizni ishlarini ham bir qator ko'rsatib qo'ysak sizlarga. Kelinglar do'stlar. Mana bu chiroylikgina, uzungina, ya'ni ayvonchamiz deylik, mana yoriq, qaranglar mana. Ayniylik, quyoshli ekan mana. Va qani? Mana bu birinchi xonamiz do'stlar. Devor maza qilib yashaydigan xonadon ekan mana. Pechkasi bor va mana bu ikkinchi xonamiz. Do'stlarim, jazosi mana shu xonalarimizda do'stlar, 2-3 ta xonamiz bor-ku. Aboy shpakilovka deydi, satin deydimi, matin glat deydi, nima deydi? Shunaqa sukab qo'yib turib, shunday aboy qilib qo'yasizlar. Bo'ldi. Tashqarini ko'rdinglar. Kukula. Endi bu yerdan chiqamiz. Mana bu yerda ham yana 3 ta xonamiz bor ekan do'stlarim. Bu birinchisi, mana bu ikkinchisi, konditsionerlarimiz bor. Va mana bu uchinchisi. Bu yerda ham mahallamiz ko'rinib turadigan, mana romlarimiz bor ekan. Qirg'iziston O'sh shahri, Unadirga chiqib pochtaga chiqqaninglarda Navoiy ko'chasi 14-xonadon, ya'ni pochtadan do'stlarim, sentrga chiqqaninglarda hech yoqqa burilmasdan to'g'ri asfalt yo'ldan ozgina yurganlar yo'lda bo'yda o'ng qo'limizda Faysal masjid keladi. Shu Faysal masjidda oldindan kirsanglar ham bo'laveradi. Ya'ni mana shundan dakansiz yursanglar yo'lda bo'yi 4 sotiklik xonadonimizda sizlarga hozir pulni aytadigan bo'lsak, puli sizlar uchun do'stlarim kuttirish niyatim yo'q. Tezroq kelib olinglar. $135 ming kami bor dedi.
Ha, men emas, shu opam o'zi aytdi, uyda egasi 135 ming dollar kami bor degan uka, kelsin, xudo xolasa bundan ham tushib beraman dedi. Tayyor xonadon do'stlarim. Ha, do'stlar, telefon raqamlarimizni yozinglar. 0551 bilan 88 11 68. Qaytaraman, 0551 bilan 88 11 68. Qadrdonlarim, kelib shu uyimizni ko'rib, do'mboqqina xonadon ekan, o'zingizlar ko'rdinglar. Katta uyda shu sontirab ketgandan ko'ra shunaqa ixchanga uyda olib maza qilib yashashga nima bo'lsin. Bitta kasbim bilan kirib yashaydigan xonadon ekan. To'g'risi ham do'stlarim.